الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Müslüman karandaşlarımız, biz yukarıki dersimizde ahlak doğrusida kısaca to'xtalganmiz. Yani ahlakның İslamdaki o'rni to'g'risida kısaca tushunchalarni berib o'tgan. Biz bugungi bu dersimizde yana ahlakның, güzel ahlakның Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Resul'deki bir kısım ifadeleri doğrusunda to'xtalib o'tmoqchimiz. Biz bu dersimizde başlaştığım burun bütün karandaşlarımızga şu narsani eskartib o'tamizki, agar ki biz bu ahlak doğrusida kelgan Kur'an-ı Kerimdeki tamam bayanlar, ahlak doğrusida kelgan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның bütün hadislarga chekadigan bo'lsak, biz bu noktada gap intayin uzarak ketib qoladi. Shuning uchun biz temimiz yanala ishni o'zimizdan boshlaylik degan ana shu temada, cho'ng temada cho'ridab manganligimiz uchun biz o'zimizning kishilikini o'shimiz, axloqimizni tuzishimiz, shu orqali islohot qadamlarida texim ishkirlab qadam bosishimizning naqadar zaruriyati to'g'risida biz bir qism izohat ve bir kısım agahlandırışlarını kılmakçı. Şunun için mana bu ahlak meselesi her bir Müslüman özünü tözeşke tegişlik, özünü bu noktada ıslah kılışlık tegişlik olan mühim bir nokta. Şunu biz bu noktada kısaca tanıştırışlar, kısaca düşüncelerni yukarıda birip öttük. Bugün hem biz mana bu ahlak doğrusunda Kur'an-ı Kerim'de qanday izohatlar geldi. Peygamberim Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinde qanchalik ana shunday izohatlar, tushunchalar keldi. Bu to'g'rida biz qisqacha bir qism o'rnaklarni ilib har bir qaysimizlarga bayon qilib o'tmoqchi. Endi Qur'oni Karimninki mush axloq to'g'risidagi bayonlarga qaraydigan bo'lsak, amaliyotda bu axloq masalasi nihoyat cho'ng bir tema, hajmi intayin cho'ng. Şunu biz bu bayanlar doğrusunda tefsili to'xtalib, tefsili izohat ve düşüncelerini birimiz desek, biz bunun çökep ketib qolamiz. Şuna biz ma'lum noktalarını yurtimiz, aziz birodarlarimiz, agar biz Kur'an, hadis orqali mana bu axloqqa aloqador bo'lgan noktalarını bir joyida yurita olsak, bu Allah'ın fazli. Eğer bu noktada hatalaşıp kaldığı işimiz olup kalsa, biz Ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddeske tevbe istiğfar tileymiz. Çünkü dünyada hatalaşmaydıgan bir madem yok. Bizim bu doğruda davet kılışımızdaki, bu doğruda her bir kaysımızlarga bu noktanı düşendirip ötüşümüzdeki maksat evvelen üzümüzden tartıp ve barcha Müslümanlarga şu narsani eskartib o'tmoqchi. Biz özümüzü ıslah kılışımız gerek. Özümüzü olmuşumuz gerek. Hiçbir adam özünün advokatı olması gerek. Hiçbir adam başkalarına nispeten sotçu, özüne nispeten advokat olması gerek. Çokum her bir Müslüman buluş salayeti bilen özüne tekşürüp duruş gerek. Ben nemiş kıldım, nemiş kılavatımı, benim mış kılavatkan faaliyetlerim, elip yaravatkan davetlerim, meşgulatlerim, zaten Kur'an hadis uygun geldi mi Kabe'de? Benim bu faaliyetlerimde zaten Allah rızalığı maksat kılındı mı kılınmadı?
Mening faoliyatlarimda bu millat, bu ummatning manfaati uchun qadamlar besildimi, harakatlar elib berildimi yoki bo'lmasa o'zimni yuqori qilish uchun, o'zimning namataq obro'yini yuqori qilish uchun qadamlar besildimi? Mana bu nuqtalar ustida har bir musulmon o'zining kishiligini o'ngshash kerak, o'zining axloqini o'ngshash kerak, o'zini isloh qilish kerak, o'zini tuzish kerak. Shunga biz mana shu maqsad bilan yo'lga chiqdik. Maqsadimiz hargizmi boshqalarga nisbatan biz so'ch sifatida o'zimizga nisbatan advokat sifatida muomala qilmoqchi emas. Kullu bani odam xato va xayrul xatta'in at-tawwab. Odam farzandining har birisi xatolashidir. Ammo xatolashuvchilarning eng yaxshirog'i bo'lsa tavba qiluvchilar. Bizning haddi hisobsiz xatoliklarimiz bor, kamchilikimiz bor, ammo biz ham mana bu islohotni o'zimizdan boshlab o'tamiz, ham boshlashimiz kerak. Bugün bu ümmetin yol başçıları, bu ümmetin davetçileri, bu ümmetin mollaları ve ziyalileri özünü olmuş gerek. Özü şu noktada ıslah boğan ve ıslahatını kolu keltirgen bulsa, andın şu temalarda toxtalış gerek. Biz bunu şundaq yolunu basqan vaqtimizda halkımızga menfaatlik bir hizmetlerini ro'yobga chiqaramiz. Menfaatlik qadamlarni basa olamiz. Menfaatlik mashg'ulotlar bilan albatta shug'ullanamiz. Şuna biz sözümüzde Kur'an-ı Kerim'nin yana ahlak doğrusunu bergen ifadelerine dikkat itibarımızla kardeşiyle başlayız. Aziz buradarlarımız, Ulug Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Kur'an-ı Kerim arkalık mana bu güzel ahlakның ifadelerini bir qançılığan noktalar bilan sizlar bizga bayon qilib o'tgan. Bu noktalarni sanıgılı to'saq, shaxsan men sanab bo'lolmasligim mumkin. Ammo buningdan bir qancha nuqtani biz yuqorida sharhlab o'tdimizda. Mana Qur'oni Karim orqali sizlar bizga sharhlanib o'tirib qo'yilgan go'zal axloqning birinchi ifodasi bo'lsa, ahdiga vafo qilish. Ikkinchi Qur'oni Karimda o'tirib qo'yilayotgan ifoda bo'lsa, ilmsizlik bilan gap qilishdan to'sash. Üçüncüsü bo'lsa, takabburlik, menmençilik, faqirlik bilan ana shunday faoliyat mashg'ulotlar bilan shug'ullanishdan cheklanish. To'rtinchisi bo'lsa, yolg'onchilik, aldamchilik, kazzoblikdan yiroq turish. Buning beshinchisi bo'lsa, rostchilik va samimiyatni ro'yobga chiqarib, rostchil va samimiyat bo'lmagan insonlarni tuzash ve rastçıl ve samimiyettarlıkını özüde mücessem kılış ve bunun çağırıp kılış. Bunun altıncısı olsa sevircanlıkını yitildiriş, sevircan ve temkinlikini yitildiriş, meselelerine nispeten etraflık, ıgırbızlık, temkinlik bilen yol tutuş adetini yitildirişki çağırıp kılış. Ve bunun yettincisi olsa huşyar, çiçen bulaşka çağırıp kılış. Bu noktalarda mana nurg'ulg'an izohatlar. Şuna biz sözümüzde Kur'an-ı Kerim'de berilgen birinci güzel ahlakның büyük ifadesi bo'lgan ahdiga vafo qilish to'g'risida kelgan bayonga ag'dirib boqaylik. Ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Kur'an-ı Kerim'de mana bu güzel ahlakның bir namoyandisi ve onun tipik noktası to'g'risida to'xtalib أوفوا بالعهد أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سلا عهدك وفا قلنlar dedi Allah Teala. Sala ahdiga vafo qilinglar deb qilib innal ahda kana anhu mas'ula. Ahda bu uningga ahamiyat bermaganlik. Vafo qilgan, vafo qilmaganligi to'g'risida so'ralishlar. Allah Teala bu oyat orqali bütün ahli islom barcha musulmonlarni mana bu ahdiga vafo qilishga chaqirib qilyapti. Anda ahdi degan nima? Bu ahda musulmon bilan musulmonning o'rtasida bo'lgan, musulmon bilan g'ayri musulmonlar o'rtasida ham bo'lgan. Mana bu ahdalar bundan ko'rsatyapti. Biz o'zimizning ahdisiga, o'zimizning boshqalarga bergan ahdilarimizga ahamiyatsizlik bilan qarab, onun e'tiborsiz nazar bilan qarab,
biz islom dinini rivojlantiramiz, taraqqiy qildiramiz desak, u holda biz xatolashgan bo'lamiz. Biz agar islom dinining bu to'g'ridagi go'zal axloqlarini namoyanda qilgan vaqtimizda bir musulmon bo'lib salohiyatimiz bilan axloqni, bir musulmon bo'lib salohiyatimiz bilan boshqalarga bergan ahdini biz shu qadar muhim deb bilib, uni o'z navbatida mukammal ijro qilishga tirishgan vaqtimizda anandan keyin biz o'zimizning axloqi bilan boshqalarni ham ta'sirlantirishimiz mumkin. Payg'ambar Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayoti qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalom o'zining rastchilligi bilan, o'zining ahdisiga vafodorligi bilan, o'zining lafzida turadigan ana shunday samimiyati bilan Payg'ambar alayhisalom hatto mushriklarga, islom dinining g'ayridagi insonlarga shu qadar yaxshi ta'sirlarni bergan. Hatto Payg'ambar alayhisalom o'zining muborak hadisida la imana liman amanata lah, la imana liman la amanata lah, la dina liman la ahda lah. Ishongil olmaydigan, omonat bo'lmagan, eminlik bo'lmagan, ne onun yüz abroyunu, inavatını, iqtisadiyyatını, kız balıvaqlarını, sır esrarlarını amanet koyaştı yaramaydıgan insanlarda iman yok diyen işareler olan la dine limen la ahdele dedi. Ahdisi de tutmaydıgan, ahdisini orundamaydıgan, ahdi yok. Mana muşundaki kişilerde din yok dedi Peygamber Aleyhisselam. Bu nesinde müzik şöyleyiniz. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam münafıkның sıfatını bayan kılgan vaqtida, münafıkның alametini bayan kılgan vaqtida şunda bir haqiqatni o'tirib qo'ydi. Ayatul munafiq salat. Ve iza haddasa kazaba. Ve iza va'ada akhlafa. Ve iza tumina khana. Ve fi rivayetin ukhra ve iza khasama fajara. Münafıkның alameti üçtür. Yani bir rivayette dörttür. Münafık ala davam yalgan sözü. Özünün qilgan sözlerge yalgan aralashtiradi. Boshqalarga va'da qilsa xilof qiladi. Ahdisini tutmaydi. Va'dasini tutmaydi. Va'dasini o'rindamaydi. Bu kishiga omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Payg'ambar alayhisalom mana bu hadisning o'zida va iza wa'ada akhlafa va iza ahada gadara, hatta ahd qilsa xiyonat qiladi, va'da qilsa xilof qiladi deganga Payg'ambar alayhisalom munofiqning sifatini bayon qilgan bu hadisda mana bu nuqtaga alohida ishora qildi. Ahdiga xilof qilish, o'zining ahdisiga xiyonat qiladigan bo'lish bu munofiqning alomatidir. Shuning uchun ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu yuqorqi oyatning o'zida ahdiga vafo qilinglar deb qo'yib, mana bu ahda qiyomat kuni bu ahdiga vafo qilgan qilmaganlikdan so'riliqqan bo'ldi. Hisob kitobga tortildi bo'ldi. Ha, dunyoda hisobati yo'q. Dünyada özümüzün ahdisini tutmasakmı, va'dimizni o'rindamasakmı, kelaversak bo'ladi ekan deb o'ylab qolmaydi. Chunki bu dunyoning egasi bor. Bu dunyoni yo'qlikdan apayda qilib ijod qilgan zot. Siz bizga bu hayotni bergan zot. Siz bizni bu hayotda yashash imkoniyatiga ega qilgan zot. Sizning har bir qilmish atmishingizdan, har bir tinig'ingizdan, har bir ig'izingizdan chiqqan so'zdan, elib olgan faoliyat harakatlaringizdan qiyomat kuni bir-birlab hisob kitob qiladi. Shuning uchun dunyoda og'zimga keldi deb oldim, xohlagan ish qilib oldim deb bo'lmaydi. Cho'qim biz bir mu'min, bir musulmon bo'lib salohiyatimiz bilan mana bu ahdida turish, ahdini o'rindash, ahdiga vafo qilish va bu sifatni o'zimizning hayotida buni amalga oshiraylik.
Hele bu İslam dinide şu kadar çonkur ta'kidlangan mesele ekan, bu insonlikmi gap bu. Ahdiga vafosizlik qilish, xiyonat qilish insonlikmi yo'q. Shuning uchun biz agar dunyoda haqiqiy bir inson bo'lib yashash, haqiqiy bir izzatlik bir maxluq bo'lib yashash orzusida bo'lgan kishilardan bo'ladigan bo'lsak, biz ahdimizni to'raylik. O'zaro musulmonlar qilingan ahdlarda biz to'raylik. Bir-birimizga xiyonat qilmaylik. Bir-birimizga xiyonatkorlardan bo'lmaydi. Mana bu Qur'oni Karim orqali go'zal axloqning namoyandasi sifatida berilgan birinchi. Allah Teala yana bu güzel axloqning ikkinchi namoyandasini Qur'oni Karimda mana shu ilmsizlik bilan xohlagancha joylab yuradigan, xohlagancha gap yuradigan mana bu harakatlardan alayda to'sdi. Allah Teala dediki: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a vel basara vel fuad kullu ulaika kana mas'ula." Sen bilmegan narsaga ergashmading. Bilmaganni bildim, anglamaganni angladim dema. Inna sam'a, quloq, ko'z, yurak, mana bu bütün sezgi a'zolar qiyomatda buningdan bir-birlab so'roq qilinadi. Hisob kitobga tortiladi. Allah Taala mana bu oyat orqali insonlar mana o'zining qo'lig'i bilan anglagan lekin gapni gap deb tarqatadigan, ko'zi bilan ko'rganni haqiqat deb ishonadigan bo'lib qolishdan saqlanishga Allohlarni va'da. Biz nurg'un narsalarni tushunishdan ojiz. Shuning uchun biz har bir masalaga nisbatan pokit bilan, dalil isbot bilan yo'l tutishimiz kerak. Anglagan lekin gapni tasdiqlab, anglagan lekin gap bilan hatta başkalarını qarlaydigan, başkalar üstüne hüküm chiqaradigan bo'lib qolmasligimiz kerak. Mana bugun islom dunyosi yuz berayotgan fojialar, musulmonlarning yuz berayotgan fojialarining har birisi ana shu bilmagan narsaga ergashishdan kelyotadi. Jahillik bilan yo'l tutganlikdan kelyotadi. Anglamaganni angladim, bilmaganni bildim deb o'zi bilgancha sanamlarga dastlab manganlikdan kelyotadi. Şunu biz bu noktada qattiq agah bo'lishimiz kerak. Bu noktada o'zimizni qattiq tekshirishimiz kerak. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining muborak hadisida "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon etgan bo'lsa, Alloh va oxirat kuniga iymoni bor odam bo'lgan bo'lsa, qiyomat kuni o'zining har bir qilmish atmishlaridan hisob kitobga tortilganligi ishonchisi bo'lgan bo'lsa, falyaqul khayran, bu yaxshi gap qilsin. Musulmonlarga manfaatli, millatga, ummatga manfaatli bo'lgan gaplarni qilsin. Agar u manfaatli gap qilmasa, foydali ish qilib saqlig'ini afzal. Shuni biz mana har qanday bir nuqtada og'zimga keldi deb jo'ylayveradigan, anladım deplam, qarla vurduğalladın bo'lib qolmasligimiz kerak. Allah Taala bu nuqtani bizni ogohlantirib o'tadi. Mana bu bilmaganni bildim, anglamaganni angladim deb bilmagan narsaga ergashib minish bu Qur'oni Karimda alohida cheklandi. Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm iborasi bilan Allah Taala sizni bizni chekladi. Sizni bizni chekladi. Ana shu bilmagan narsalarga ergashib mangmaslik bu güzel ahlak. Bilmeyen narsalarga erishminish, bilmeyen üstüde to'xtalish, bilmeyen üstüde joylash, anlaganning hammani tasdiqlab boshqalarni qarlash bu nachar ahlak. Bu nachar ahlak. Shuning uchun mana Qur'oni Karim bizga bu to'g'rida alohida izohat berdi. Bir musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan bu nuqtada qattiq diqqat qilishimiz kerak. Endi ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo yana bu axloqning ifodasi to'g'risida Sura Isroning mush oyatning yana oxirida 37-oyatida mana bu takabburlikdan, faxrlanishdan, ziminda gidiyib, karanglab minishdan sirbizni to'sayapti. Alloh da'vat etganki: "Va la tamshi fil ardi marha." Sen ziminda gidiyib, bunday takabburlashib mangmadi deb bo'lib, sen
لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ. Sen üzerinin bu xil gidip menişi bilen zeminni tişip etemeysen. Ve sen üzerinin igizligi bilen, tağlağı bilen tanışamaysan. Allah Teala bu agahlandırışını mana bütün insaniyetke hitap kıladı. Şunun için dünyada insanlar her xil namataklık erişişi mümkün. Katta inavet abroy kazanışı mümkün. Başkalar tarafından nurgulluğun abroylarını kolgu keltirip nurgulluğun şan şerefler erişişi mümkün. Ama bizim dünyada erişkinimiz bu hakiki erişemez. Aldığımızda şundak bir dünya bizni kütüp duruptu. İnsan dünyada erişkenleri bilen emas, belki begiştiğalları bilen bəxt bulduğallıqını unutuqamazsınız gerek. Biz insaniyet dünyasına nemini begişledik? Müslüman milletigi nemini begişledik? Biz bular üçün nemelerini begişledik? Qançılık qantar bedenimiz neticesinde mana biz hizmet kıldık. Qantarımızı qançılık sarıp kıldık. Muşu millet, muşu Müslümanların qutuluş üçün, muşu Müslümanların ronaqda bir şey ravajlanışı, tarakki kılış üçün biz qançılık yüzümüzün emgikini sarıp kıldık. Qançılık geplerini kıldık, qançılık kademlerini bastık. Man bu noktasında her bir kişi, her bir Müslüman, her bir şahıs etrafı koyulmuş gerek. Ben şunu ta'kidlayman ki, dünyada insan nurgun namatak abroy, nurgunluğun inavetlerini kolu keltirgen bilen, ama bu ahirette şu dünyada ilişkini ahiretteki hakiki izzetinin asası bulanmasa, o hemmesi nurga aylanadi. Şu sebepten biz dünyada erişkinimiz bilen özümüzde baxtlik hesaplaydiganligida emas, belki eriş tüygünümüz bilen, taqdim qilganimiz bilen, beg'ishligimiz bilen özümüzde baxtlik hesaplaydigan musulmonlardan bo'lishimiz kerak. Mana bu jiddiy masala. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam takabburlik to'g'risida to'xtalgan vaqtida sahabe kiramni hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sorudu. Ya Resulallah, bizim birimiz özünün kiyim-kechigini, tashqi ko'rinishlarining go'zal bo'lishini shu qadar yaxshi ko'radi. Mushu yundaq bo'lishning o'zimi takabburlik tahti kiramdi, shuni doir kiramdi degan vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam bunga javoban dediki, Allah güzeldir, güzellikni yaxshi ko'radi. Allah pokizdir, pokizlikni yaxshi ko'radi. Sizning tashqi ko'rinishda pokiz yurishtirishingiz, pakiş kiyinişiniz bu tekabburluqning ifodasi emas. Tekabburluq sizning burningizga haq tanlansa, sizning ayib nuqsonlaringiz ko'kshitilsa, siz haqiqatga chaqirilsangiz, yana siz o'zingizning gapida chin turib, o'zingizning advokati bo'lib, haqni mensitmaydigan bo'lishingiz mana bu tekabburluq dedi. Shunga Payg'ambar alayhisalom kimki uning qalbida terig'ining zirrida kibr bo'lib qolsa, cennet kiremeydi. Kibir degan nima? Batarul haq va g'amtilmas dedi. Mana bu haqiqatni qabul qilmaslik. Haqiqatni qabul qilmaslik. Kishilarni kamsindirish, kishilarni kamsitish. Bu noktada qattiq o'ylashimiz kerak. Bizning qarshi tarafimizda biz dushman deb qaralgan kishilar tarafidan agar bizga samimiylik bilan nasihat chiqqan bo'lsa, samimiylik bilan ba'zi ayiblarimiz ko'ksitilgan bo'lsa, ba'zi haq iboralar orqali bizga tanqid, tanbeh berilgan bo'lsa, biz buning oqibatida o'zimizning advokati bo'lib, o'zimizni oqlab, boshqalarni qarlab yuradiganlardan emas, balki o'zimizni tekshiradiganlardan bo'lishimiz kerak. Mana bu haqiqiy go'zal axloq. Ammo biz başkalar tarafından ayıbımız görüştürse, başkalar tarafından ma'lum yetersiz taraflarımız oturup koyalsa, biz özümüzden aklap, başkalarını qarlap, başkalar üstüden qaqshab, zarınıp yürüydiğanlardan balatlı qalsak, man yuqarqı hadisini tahqiq kirib qalamiz. Allah saqlasin. Şunun için tekabburluk, faqirlik bu haqiqiy musulmonga yarashmaydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yana innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Şeksizkin Allah Subhanahu ve Teala her bir tekebbür, fakir kıldıgan, özünün amelleriyle fakirledigan, özünün ilmiyle fakirledigan, özünün kolu keltirgen ma'lum şallık neticeleri bilen fakirledigan, özünü katta hesaplaydigan.
Mana bundaq insanlarını Allah yaktırmaydı dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam dünya ve ahiretin peygamberi etti. Bütün peygamberlerin ahire ve abzili etti. Ama Peygamber aleyhissalam hiç kaçan ben dünya ve ahiretin peygamberi ettim de tekebburlaşmağa müstahizbillah. Kibir, tekebburluk Peygamber aleyhissalatu vesselam'da hiç kaçan görülmedi. Adet kibir, sahralık. Kişiler Peygamber aleyhissalam'ın yeni gelip Peygamber aleyhissalam çapallarını tatmışlap durup ya Muhammed o bu diye vaxtıda mı Peygamber aleyhissalam onun nait temkinlik bilen en şundak cevaplarını verir. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlakıydı. Hatta Allah Teala Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını biz yukarı şerelidik. Peygamber aleyhissalam'ın şeriligeni inneke le ala kulukin adin. Siz büyük ahlak biriyle, büyük ahlak igisizsiniz. Qarab yaqinlar. Mana bu Peygamber'in ahlakıydı. Mana bu büyük Peygamber'in ahlakıydı. Hatta Allah Subhanahu ve Teala siz kopal olgan bolsanız, gapleri yirik, kopal kişilerden bulup kalgan bolsanız, sizin etrafınızdaki hemmeden etrafınızdan tarqılıp ketken bolar. Lan faddu min havlik. Bular sizin etrafınızdan tarqılıp ketişken bolar dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kopal bulmadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam her bir meseleye nispeten temkinlik öyle yol etti. Her bir meseleye İslam ümmetinin menfaatine çıkış kılıp kadem bastı. Üzerinde sahabe-i kiramlarga hem mesul oldu hem ege oldu. Ulanı alatdan doğru yolu itekleş taraftarı. Ulanı zalalet patkaktırdan kurtuluş taraftarı oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlakı da tekebburluk yok idi. Fakirleniş yok idi. Mana Peygamber aleyhissalatu vesselam her vakit ey Rabbim menin yaratılışımni güzel kılganınga okşaş menin ahlakımni hem güzel kılganda bitilekti. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlakı. Şunun için aziz birodarlarimiz biz mana bu ayetleri oturup oylayotgan, bu ayetleri sizlar bizga sharhlanayotgan mana bu nuqtalarga nayda diqqat e'tiborimizni berishimiz kerak. Dunyoda kibirligan, takabburlashadigan azgina amallarimiz, azgina natijalarimiz bilan o'zimizni cho'ng sanaydigan haqqimiz yo'q. O'zimizga haqqimiz yo'q. Shuni bilib olaylik. Biz qanchalik odam bo'lib ketaylik, qanchalik kishilar tarafidan hurmatlarga erishib ketaylik, ammo biz shuni unutib qolmaylikki, biz Allohning haqiqiy qul bo'lib o'tganmiz. Allohning bandisi bo'lishdan iborat bu shon sharaf bizda mavjud bo'lib o'tgan, o holda Allohning ikkinchi bir bandisining oldida o'zimizni cho'ng tutib olishga, u bandalar bizning ma'lum ayib kamchiliklarimizni ko'ksatsa, o'zimizning advokati bo'lib, o'zimizni oqlab, boshqalarni qorlaydigan vaqtimiz. O'zimizni tuzash kerak. Özümüzde uçup ölüşümüz gerek. Her qanday bir adam özünü itiraf qilish kerak. Kamchiligini itiraf qilish kerak. Şuna men arifa nafsa fa arafa rabba. Özünü itiraf qilgan adam Rabbini itiraf qiladi. Rabbim tuni. Bu yerdagi masala nima? İnsan özünü itiraf qilishni bilish kerak. Özün davamlılık turda aqbalahan qilib ko'ksitib, davamlılık mening aybim yo'q, kamchiligim yo'q, yetersizligim yo'q degan kuningiz siz insanlığını doğru yol yeteklaydigan, insanlarga faydalı iş qiladigan inson bo'lmasdan, balki insanlığını zalalet yeteklaydigan mahluq qolasiz. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Shuning uchun har bir musulmon dunyoda takabburlik bilan yo'l tutish, har bir musulmon dunyoda faqirlanib ish qilishga haq yo'q. Balki biz davomliq turda o'zimizdan so'rash kerak. Men muomala qilyapman, mening mush amalni qilish jarayonida niyetim dürüst oldu mu? Kalbim halis oldu mu? Benim amelim Kur'an sünnete uygun oldu mu? Eğer bu nesile bu şartlı görülmese amel makbul olmaydı. Şunu biz mana bu amelin Kur'an sünnete uygun bo'lgan bo'lmaganligi, bu amel jarayonida bizga natija Rabbimiz tarafidan ajr berilmaslik masalasi mana bu bizga nisbatan muhim natija hisoblanışı kerak. Eğer biz dünyada her bir faaliyetini qilib o'tib, uning oq ko'rinishida boshqalardan hurmat kutayotgan mahorat bizni shakllanib qolgandikanlar, o'zimizdan faxrlanamiz, kibrlanamiz, cho'nglik izlaymiz. Oxirida bu cho'nglik izlash tuyg'usi o'zimizni e'tirof qiladigan bosqichdan balki o'zimizni dunyoda tangdotsiz hisoblaydigan boshqalarni bo'lsa kamsindirib, boshqalarni ayiblash va boshqalarni qarlash, davomli boshqalarni qamchilab, o'zimiz birdan bir pokiz odam, o'zimiz
yetersizliklerden, hatalıklardan hali eden deydigan bu holatlar bizni shakllanib qoladi da biz o'zimizning kishiligini. Shuning uchun biz mana bu yuqorqi oyatlarda o'tirib qo'yilgan bu nuqtalarga diqqat e'tiborimizni qaratishimiz ve shundaqla biz o'zimizning qilgan amallar bilan faxrlanishdan, o'zimizning qo'lga keltirgan dunyodagi ma'lum shalliq natijalarimizdan takabburlashib boshqalarning ko'zga ilmaydigan bo'lib qolishdan, o'zimizni dunyodagi tangdossiz, o'zimizni katta hech bir ayib nuqsondan xoli odam qilib ko'ksitib boshqalarni butunlay xatolik, ayib nuqson bilan yashaydigan kishilar qatorida ayıplaştın, xoli bo'lishimiz kerak. Biz mana shunday qilgan vaqtimizda inshaalloh bu islohot qadamida texmi cho'nqurlab qadam bosgan bo'lamiz. Alloh taolo har bir musulmonning o'zini mana bu yuqorida o'tirib qo'yilgan axloqiy nuqtadagi oyatlarga amal qilg'ili ve bu güzel axloqlarni o'zini o'zlashtirib, nachar bo'lgan axloqlardan yiroq turg'ili nasib bo'lsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.